Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 19-asrning 70-yillargacha bo'lgan davrda Hindiston mavzusini davom ettiramiz. 1857-yil Hindistonda ko'tarilgan sipohiylar qo'zg'oloni inglizlarni nihoyatda tashvishga tushdi. Ular fillarga juda katta to'plar, artilleriyalarni olib kelib, ushbu qurollar yordamida Hind xalqining qo'zg'olonini bostirishga muvaffaq bo'ldi va asir olinganlarni barchalarini to'p og'ziga bog'lab otib tashladilar va Hindiston qo'zg'olonchilari qattiq jazolandi. 1858-yilda Hindiston Buyuk Britaniyaning mulki deb hisoblandi. Lekin shu bilan birga inglizlar nihoyatda cho'chib qoldi va mamlakatda bir qancha islohotlar o'tkazishga majbur bo'ldi. Alxusus juda katta yoshlar uchun bilim yurtlari, kollejlar, maktablar ochildi. Hind ziyolilari shakllandi va yoshlar universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va bu narsa keyinchalik Hind ziyolilarining yetishib chiqishiga olib keldi va Hindistonda asta-sekin siyosiy mustaqillik uchun kurash boshlandi. Va bu kurashning birinchi oldingi o'rinlarida 1875-yil tashkil topgan Hindiston Milliy Kongress partiyasi bo'ldi. Bu partiyada Mahatma Gandi katta rol o'ynadi. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Yanagi suhbatda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.